Assalomu alaykum hammaga. Bugun O'zbekistonda mashhur bo'lgan taom xamir xasbni tayyorlaymiz. Uning uchun bizga 200 gramm suv bo'ladi. Suvimizga ozgina tuzni solib, chiroyli qilib yumshoqqina xamir qoramiz. Xamirlarimizni yasab bo'lgach, piyozimizni mayda-mayda kubikcha shaklida to'g'rashni boshlaymiz. To'g'rab olingan piyozlarimizni bir chetga olib qo'yamiz. Ungacha dam olib turgan xamirimizni sekin unlab yoyishni boshlaymiz. Xamirlarimizni yoyib bo'lganimizdan so'ng bo'laklarga bo'lib to'rtburchak shakliga keltirib olamiz. Yoyilgan xamirlarimizni hammasini yog'lab bir shaklga keltirib olamiz. Ungacha qaynatilgan guruch, qo'rilgan piyozlarni, qiymalarni hammasini bitta qilib, tuz, peripirava hammasini solib, aralashtirib bir xil massaga keltirib olamiz. Keyin podlivka tayyor bo'lgandan so'ng xamirlarimizni har biriga qo'yib, mana shunday shaklda tugib olamiz va listlarimizni yog'lab, chiroyli qilib, har bittasini yog'lab listimizga terib chiqamiz. Mana bu orada ovqatimni qo'yib bo'lganimdan so'ng 1 soatda oshxonamni porядка qilib oldim. Idishlarimni yuvib, tozalab oldim. Тебе надоели мои слова, моя жизнь мне теперь нипочем. Электричество все отключили, про меня и тебя все забыли. Я зажег все последние свечи, так угасла вся наша любовь. Mana oradan 1 soat ham o'tdi. Endi ovqatimizni asta-sekinlik bilan suzamiz. Mana ko'rib turganingizdek xamir xasb taomimiz tayyor. Podlivkalari bilan chiroyli qilib suzdik. Hammaga yoqimli ishtaha. Lobarxon oshxonasiga a'zo bo'ling. Har bir videolarimga like bosib qo'yinglar. Kayfiyatim ko'tariladi.